Programmani nomi Play Marketga kirasizlar, poiskdan Bing deb yozasizlar, Bing. Microsoft bu. Mana bu programma. Men o'zi skachat qilib olganman, hozir ochaman. Microsoft Bing Search. Buni ochganimizda ro'yxatdan o'tib olish kerak bo'ladi. Undan keyin mana bu bo'limni ochganda, mana bu bo'lim. Shu bo'limga ochiladi, shu bo'lim. Uni ichida mana sizga rasm sozat qilsangiz bo'ladi, video sozat qilsangiz bo'ladi, boshqa narsalar ham bor. Buni o'zini mana shunaqa videolar qilsa bo'ladi, rasmlar qilsa bo'ladi. Buni o'zida ChatGPT ga o'xshagan Copilot degan chat bor. Mana bu. Shu chat ichiga kirib o'zbekchani tushunadi. Salom berdi. Undan keyin biz prompt so'rab olamiz. Chiroyli model qiz shahar ko'chasida ketmoqda. Qisqa prompt bo'ladi. Shu joyini kopirovat qilib olaman. Mana shunisi a beautiful fashion yozilgan joy. Video generatsiya qilamiz. Mana bu joyga prompt tashlab olamiz. Nastroyki hozir tekin versiya tekin bo'lgani uchun 5 sekund qiladi. Kvadratniy, gorizontalniy, vertikalniy formatlarda qilsangiz bo'ladi. Mana bu joyida mana tezroq qiladigan bistri sozdатni bosib biroz kutamiz endi. Xo'p, mana video tayyor bo'ldi. Video ham shunaqa ko'rinishda. Buni bemalol kirib skachat qilib olsanglar bo'ladi. Mana skachat. Mana shunday skachat qiladi. Bu narsa qiziqarli videolar, reelslar qilish uchun kerak bo'ladi. Minuti kichkina bo'lgani uchun, sekundi 5 sekund bo'lgani uchun tez rekomendatsiyaga chiqadi agar qiziqroq tema bo'lsa. Xullas do'stlar, sun'iy intellekt bo'yicha 0 dan pro darajaga chiqadigan video darslik tayyorlashni boshlaganman. Yaqinda e'lon qilaman. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying.